Serxio Ramos Real Madridga qaytishi mumkin degan gaplarni eshitgandirsiz. Xo'sh, u rostdan keladimi yoki yo'q? Siz Madrid Inside'ga obuna bo'ling, hozir tushuntiraman. Ramos hozirgi jamoasi Monterrey bilan shartnomasini tez orada yakunlaydi va yangi shartnoma qilmasligi ehtimoli katta. Defensa Central nashri bu haqida xabar berdi va boshqacha qilib aytganda Realga o'tishi mumkin deya namyon qildi. Xabaringiz bor, Ramos Realga 2 marta qo'ng'iroq qilgan, ammo Real bu qo'ng'iroqlarga javob ham bermagan va Ramosning jahli chiqqan. O'z-o'zidan tushunarliki, Real hali Ramos haqida o'ylab ham ko'rgani yo'q. Biroq uning qaytishi ehtimoldan juda yiroq ham emas. Sababi shu vaziyat bahona, balki munosabatlar tiklanar. Real Madrid ham bunda hech narsa yo'qotmaydi, chunki Ramos qaytsa erkin agent bo'lib qaytadi. Hozirda Realda muammolar juda ko'p va himoyachi kerak. Biroq Ramos 39 yoshda va formasi endi avvalgidek emas. Qisqasi, paradoksal holat. Sizning fikringiz qanday? Kommentariyada yozib qoldiring va Real Madrid haqidagi eng so'nggi yangiliklarni o'qib borish uchun profilimiz opisiyasidagi Telegram kanaliga hoziroq obuna bo'lib qo'ying.